O'yin sharti shundan iboratki, bilasa 9 karadan beraman savolni. Kim hozir javob bo'lsa, o'yinni davom ettiradi, yutqazgan o'quvchi joyiga o'tiradi. G'olib oxirida aniqlanadi. Boshladik, hamma tayyormi? Tayyor bo'lsa boshladik. 9 kara 2 28. 9 kara 2 Imronxo'ja davom ettiradi. 9 kara 4 32. 45. yo'q, 9 kara 4 36. yashang. Muslim davom ettiradi. 9 kara 6 Afsona davom ettiradi. 9 kara 8 22. Shirina davom ettiradi. 9 kara 5 45. Afroza davom ettiradi. 9 kara 9 80. Ag'zamva davom ettiradi. 9 kara 6 54 Dilnoza davom ettiradi. 9 kara 6 Ashurov davom ettiradi. 9 kara 8 Abdug'ani. 9 kara 1 Samir davom ettiradi. 9 kara 3 anaqa Ahror davom ettiradi. 9 kara 5 9 kara 5 yana yo'q, aytildi. Nega aytasan? Yo'q. 9 kara boshqatdan aytaman. 9 kara 8 Muslim davom ettiradi. 9 kara 10 Afsona birinchi aytdi. 9 kara 3 27. Afroza davom ettiradi. 9 kara 2 Dilnoza birinchi aytdi. 9 kara 1 Samir davom ettiradi. Samir birinchi aytdi. E'tirozsiz o'tiring joyingizga. 9 kara 7 Ahror davom ettiradi. 9 kara 9 Afroza davom ettiradi. 9 kara 9 yana 9 kara 2 Ahror davom ettiradi. Ikkita kuchli o'quvchimiz qoldi. Qani bittada aniq bo'ladi. 9 kara 7 Samir birinchi aytdi. Barakalla. Tabriklab qo'ying. Samir g'olib 9 karada.